Nima uchun bu sanada tug'ilgan insonlar katta pul topa olmaydi? 4-da, 13-da, 22-da va 31-kunda tug'ilgan insonlar. Birinchisi bu ular tahlil qilishni, ya'ni analizirat qilishni bilmaydilar. Bir vaqtning ichida nechta ideyalar kelsalar, hammasini birdaniga qilishni xohlaydilar. Diqqat har joyda, bir joyda emas. Ikkinchisi bu salbiy ong, negativное мышление. Hamma narsani ular salbiy tomonlarini ko'rishadi va bu adolatsizlik, ya'ni nechesna deb hisoblashadi. Uchinchisi, eng muhimi, ular shukr qilishni bilmaydilar. Tajribaga, ya'ni o'pitga, hayotda berilgan har bir o'pitlari va tajribalar uchun, ular salbiy tomonni o'ylaganlari uchun, ya'ni negativное мышление fikrlaganlari uchun va shukrona bilmaganlari uchun, shu sababli ular imkoniyatlardan va pullarni yo'qotadilar. Birinchisi bu shukr qilishni o'rganish. Ikkinchisi bu hamma narsadan pozitivni tomonini, ya'ni plyus tomonini qidiring. Har bir harakatingizdan oldin tahlil qiling, ya'ni analizirat qiling va har bir qo'ygan qadamingizdan oldin o'ylab ko'ring. Hozirgi xohishim meni qayerga olib boradi deb va ajratishni o'rganing. Birinchi, ikkinchi vazifangizga sovg'a so'zini yozib qoldiring kommentariyaga. Men sizga bepullik sizning tug'ilgan kuningiz bo'yicha razbor jo'nataman.